Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mening ismim Ibrohimjon. Bugun shu ajoyib proyekt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu proyekt Bond Enclave deb nomlangan va Berkshire quruvchilari tomonidan taklif etilmoqda. Ko'rayotganlaridek ajoyib bino, basement, ya'ni podval, ground floor va 8 etajdan iborat bino bo'ladi. 1 bedroom, 2 bedroom va 3 bedroomli kvartiralardan iborat. Interior va eksterior juda ham chiroyli qurilgan, dizayn qilingan. Ko'rayotganlaridek juda ham yaxshi zamonaviy usulda qurilyapti. Lokatsiyasi Arjan degan joyda joylashgan. Kelinglar bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Mana bu Dubay aeroporti, Downtown, Palma va Marina va Al Maktoum aeroporti va Arjan mana shu joyda joylashgan. Lokatsiya jihatdan juda ham qulay joy. Mana aeroportga, Downtownga 15 minutlik yo'l, Marinaga ham 15 minutlik yo'l, Dubay aeroportiga 20 minutlik yo'l va yangi Al Maktoum aeroportiga ham 20 minutlik yo'l. Xo'p, lokatsiya juda ham yaxshi. Asosiy quruvchi, ya'ni rayonda quruvchi Dubai Properties hisoblanadi va binolar baland bo'lmagan binolardan iborat. Bu binoda o'zi ham 8 etajdan iborat, shu qolganlari ham shu atrofda bo'ladi. Buni lokatsiyasi shu joyda joylashgan. Ko'rib turganinglardek, Miracle Gardenga piyoda 5 minutlik yo'l va yonda o'zining parkiga 3 minutlik yo'l. Bundan tashqari binoda o'zining bir qancha qulayliklaridan iborat bo'ladi va rayonda aytib o'tishimiz kerak. Rayonda o'zi bir qancha qulayliklardan iborat bo'ladi. Ko'rganingizdek, больница, shifoxona, yana maktablar bor va muhitlarda ham, tepalarda ham maktablardan iborat. Juda ham lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda joylashgan. Xo'p, binoda o'ziga keladigan bo'lsak, xo'p, bu mana lobbida qanday bo'lishi. Xo'p, kelinglar birinchidan qanday qulayliklarga ega bo'lish haqida informatsiya beramiz. Xo'p, bu mana ground floor, mana bu yerda lobby, ya'ni reception, mana bolalar o'ynaydigan joy, xonasi, mana bu yerda club house, mana lounge area, mana bolalar o'ynaydigan tashqi maydon, golf maydoni, mana bu sport zal, mana sunbeds, mana pool, butun shu yashil zona va boshqalardan iborat. Xo'p, va 8-etajda ham bir qancha qulayliklardan iborat. Mana bu yerda paddle, ya'ni maydoncha, tennis o'ynaydigan maydoncha. Mana bu yerda infinity bassein deb qo'yamiz, ya'ni ochiqqa qaragan bassein. Xo'p, mana bu yerda kinoteatr va mana bu yerda barbekyu areadan iborat. Juda ham yaxshi lokatsiya qilingan. Xo'p, kelar endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, bunaqa informatsiya, yangi proyektlar haqida informatsiya olish uchun bizni proyekt kanalimizga a'zo bo'lish xayoldan ko'tarilmasin. Xo'p, bu mana shu bassein, bu ground floordagi bassein qanday ko'rinishlari haqida. Mana sport zal, bu shu lounge area, mana o'ynaydigan joy. Mana bu infinity pool qanday bo'lishi haqida. Xo'p, bu mana kvartiralar qanday bo'lishi haqida. Kelinglar birinchi planirovkalarni ko'rib chiqamiz. Bu mana 1 bedroomliklarda planirovkasi. Mana bu yerdan kirish, oshxona, oshxonani island deb qo'ygan, oshxona islandda. Mana mehmonxona, mana yerda mana sanuzel bor, laundry room. Mana bu yerda yotoqxona, o'zining sanuzellari bilan birga va balkon. O'rtacha razmerlari 80 kvadrat atrofida bo'lyapti. Bu o'sha rayondagi boshqa 1 bedroomlardan o'rtacha 15-20% kattaroq razmer. Xo'p, bu mana 2 bedroomliklar, kirish, mana oshxona, mana bu yerda mehmonxona, va mana bu yerda bitta yotoqxona, mana bu yerda bitta sanuzel. Mana bu общий sanuzel. Va mana master yotoqxona deb qo'yamiz. Mana yotoqxona va o'zining garderob va sanuzellari bilan birga va mana balkondan iborat. Bularning o'rtacha razmerlari 110 kvadrat atrofida bo'lyapti. Xo'p, bu mana 3 bedroomlik, ya'ni 3 xona, 3 yotoqxonalik uyning ko'rinishi, planirovkasidan kirish. Mana bu yerda sanuzel bor, mana mehmonxona, oshxona, oshxonaning islandda, mana bu yordamchilar xonasi, o'zining sanuzel bilan birga. Mana bu bitta yotoqxona, o'zining sanuzel bilan birga va mana bu ikkinchi yotoqxona, o'zining sanuzel bilan birga. Va mana bu master bedroom. Ya'ni master yotoqxona o'ziga xosliklardan nima yerda sanuzelar bor va 3 bedroomlarda master bedroomda vannasidan iborat, o'ziga xos bogati vannalardan iborat bo'ladi. Bularning razmerlari
210 kvadrat atrofida bo'lyapti va yotoqxona balkonda basseyndan ham iborat. Hop, bularni renderlarini ko'rib chiqamiz mana. Mana bular qanday bo'lishi haqida, interyer ham juda ham chiroyli qilingan. Mana ko'rayotganlaridek, boshqa 2 bedrumlarda endi mehmonxonasi, oshxonalari qanday bo'lishi haqida, buni yotoqxonalari qanday bo'lishi haqida. Mana bu yotoqxona, bu sanuzil 3 bedrumlarda sanuzili qanday bo'lishi haqida ko'rib turayotgandek, mana vanna, mana basin, garderob va bu yerda alohida toilet va anaqa showerdan iborat bo'ladi. Endi bu standart, boshqa yotoqxonalardagi standart sanuzillar, mana ko'rayotganlar bu basin, mana toilet va ana bunaqadan showerdan iborat. Xo'p, proyekt juda ham yaxshi planlashtirilgan, dizayn qilingan, tashqi jihatdan ham, ichki jihatdan ham va razmerlari ham boshqa proyektlarga nisbatan kattaroq va eng o'ziga xos xususiyatlardan biri plan oplatasi, ya'ni to'lov plani. Qisqacha 50% qurilish davomida, 14% kalit olinayotganda va 36% 36 oyga bo'lib to'lash sharti bilan taklif qilinyapti. Juda ham yaxshi plan oplata hisoblanadi. Xo'p, bu bergan informatsiyalarimiz sizlarga ma'qul bo'lganiga umiddamiz. Boshqa proyektlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Rahmat katta.